qabrga qo'yguncha odamlar mana ko'ryapsiz, ro'molchada turpoq ushlab o'tiradi. Ya'ni ro'molcha ushlab o'tiradi, bittasi turpoq ushlab o'tiradi. Xo'p, keyin bir kishi turpoqni oladi, narigi ro'molchaga tashlaydi. Nima o'qiyotganini ham bilmaydi. Shunda nima o'qiladi? Nimaga unaqa turpoq ushlab turiladi? Nimaga keyin qabrga tashlanadi? Buni asl masalasini bilish kerak. Asli masalasi shundayki, mayitni qabrga ko'mayotganda Qur'onda bir oyat bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya'ni oyatning ma'nosi, biz sizlarni undan, ya'ni yerdan yaratdik, yana unga qaytarurmiz va qiyomat kunida yana undan tiriltirurmiz, ya'ni turgizurmiz degan mazmundagi oyat. Shu oyatni o'qib qabr ko'miladi, ya'ni qabrga turpoq tashlanadi. Mana shu oyatni o'qib. Xo'p, keyin mana bu turpoq tashlash nima degani? Yosh yigitlar, qo'lida kuchi bor yigitlar, erkaklar bemalol qabrda ko'moladi. Lapatka bilan, kurak bilan ko'moladi. O'sha ko'mayotganda mana shu duoni aytib ko'maveradi. Yoshi katta, qari o'sha qabrni ko'mishga bolalarning ichiga talpaga kirmaydi deydi yoki kuchi yetmaydi, quvvat yetmaydi. Ular shu qabrni ko'mishga hissam qo'shilib qolsin degan maqsadda bir hovuch turpoqni oladi-yu, o'sha duoni o'qib turpoqqa suf deb dam soladi-yu, bunga tashlaydi. Ya'ni o'sha qari kishilarni ham qabr ko'mishga hissasi qo'shilib qoladi natijada. Bizdachi, bizda yoshlar shuni bilmaydi. Ham bemalol qabrni ko'mishga kuchi yetadi, quvvati yetadi, lekin odamlar qilyapti-ku deb qilaveradi. Buni masalasini bilib olish kerak. Mana shuni hammalaring bilib olinglar.